Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz obunachilari. Bugun sizlarga penabolak to'g'risida bir kichkina sekretni ochamiz. Mana bu bizni pena chiqaradigan apparatimiz bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Tepasidan solinadi. Nimasi seriosi suv bilan aralashtirib solinadi, suv solinadi. Davlena berilib, через mana bu shlanka orqali kompressordan davlena keladi. Ichkarida pena tayyor bo'ladi. Pena o'zi aslida juda suyuq holatda chiqadi. Mana bu shlanka orqali kelib, hozir mana buni uzganman, mana bunga ulanadi. Mana bunga ulanadi-da. Buni asosiy pena chiqarib beradigan sababchisi mana bu. Mana bu asosiy pena qilib chiqarib beradi bizga. Kim o'ylab topgan bo'lsa ham juda aqlli odam o'ylab topgan ekan. Bizga mana bunaqa oddiy pasuda yuvadigan, sabon yuvadigan setkalar bizga yordamga keladi pena chiqarish uchun. Mana shundan endi где-то 10 ta 12 ta ichiga trombovka qilib solamiz. Armatura yordamida preslaymiz. Shuni hisobiga pena sifatli bo'lib chiqadi. Agar mana bu setka qanchalik sifatli bo'lsa, pena ham o'shanga yarasha sifatli bo'lib chiqadi. Va yana setkani tez-tez o'zgartirib turish bizdan talab qilinadi. Mana shu bir partiya gips keladi, где-то 14-16 tonna gips keladi. Shu gips tugagandan keyin biz bir yo'lasiga buni ichini bo'shatib aralashtirib olamiz. Mana bu holatda kuyib ketgan bo'ladi. Mana bu holatda. Bu yaxshi pena chiqarmaydi. Chiqadi, lekin yaxshi sifatli pena chiqmaydi bundan. Shuning uchun yangilab boramiz. Kecha mana gipslarimiz keldi. Mana hozir tarozidan o'tkazdik gipslarimizni, juda ham zo'r. Og'irgina ekan. Gipslarimiz juda ham sifatli. Mana shu gipslardan chiqayotgan naryoqda mana pena bloklarimiz. Kimga kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Ekranda nomerlarni qoldirib o'tamiz. Pena bloklarimiz juda ham qattiq, juda ham sifatli, qurug'idan bor. Zakaz qilaverasizlar. Ekranda nomerlarni qoldiramiz. Telefonlarimiz 724 ishlaydi. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani. Pena bloklarimiz joyidagi narxi 13 ming so'm. Yuklab berish xizmati ichiga. Qayerga dastavka kerak bo'lsa, dastavka qilib beramiz. Texnikalar bor. Faqat aloqaga chiqib dogovorda qilsangiz bo'ldi. Xohlagan kimgadir qiziq bo'lsa kelib chiqish jarayonini ko'zi bilan ko'rib, sifatini tekshirib ko'rib, undan keyin dogovor qilsa ham bo'ladi.